Nihoyat ertaga bir haftalik safarimiz ham tugab, Toshkentga uyga qaytamiz. To'g'risi bir kun shunaqa uzun bo'lib o'tdi. Uyga ketishimizni bunaqa intizorlik bilan kutaman deb o'ylamagan edim. Yaxshi turfirma va yaxshi mehmonxonada dam olganligimiz uchun 6 kunimiz ideal darajada bo'lib o'tdi. Hech narsadan kam ko'stimiz bo'lmadi, lekin 7-kun baxtsiz hodisa tufayli tezgina uyga ketgimiz kelib qoldi. Ota-onani o'zini ko'zi bolasiga tegadi desa ishonasizlarmi? Men ham ishonmas edim, lekin 50 kecha amin bo'ldim. Buni ham oyim albatta bilishlar bilan aytdilar. O'zing tinmasdan gapirib maqtavotding, o'zingni ko'zing teggan deb. Ya'ni tushunarli bo'lish uchun aytib o'taman, o'yindan o'q chiqqan holda katta o'g'lim yiqilib tushdi va oyog'ini yomon kesib oldi. Lekin tan olib aytish kerak, Rehana mehmonxonasida bolajonlar uchun juda ham ko'p sharoitlar borligi, basseynlar ko'pligi, gorkalar va plashatkalar borligi uchun maza qilib dam olishdi. Teng bo'li o'g'limni oyog'i qonab yotgan joyida tezlik bilan tez yordam ko'rsatib, oyog'ini zo'r qilib tozalab, tikib ham qo'yishdi. Ishligi uchun rahmat. Kattakon qo'liga dard ko'rmasin. O'zligiga gapira olmadim, sababi tilligini tushunmadim. Dori berishganligi uchun bir kunda tez qarab turishdi va oyog'i ham ancha yaxshi bo'lib qoldi. Biz bo'lsa chamadonlarni yig'ishtirib, oxirgi marta o'jinlarni qilib, mehmonxonada, plyajlarda aylanib chiqib, keyin yarim kechasi aeroportga yo'l oldik. Agar sizlarga ham hamyonbop va ishonchli tur kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Max Tur firmasiga murojaat qilsanglar bo'ladi. Ideal turlar qilib berishadi. Hali xo'p deb ertangi kunimizga ham yetib kelib oldik. Aeroportdan yaqinlarimizga sovg'alar oldik va 5,5 soat yo'l bosgan holda Toshkentga uchib keldik. Uyga kelib xonamga kirsam, mana shunaqa surpriz kutib turgan ekan. Yaqinlarim xursand bo'lsin deb hamma joylarni bezatib, o'tib ketgan tug'ilgan kun bilan tabriklab, sovg'alar qo'yib qo'yishibdi.